Issiqko'lga sayohatga bormoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Keling, bugun shu haqida men sizlarga gapirib beraman va o'zimning maslahatlarim bilan siz bilan bo'lishaman. Qaysi mehmonxonada yashash kerak? Issiqko'lga Toshkentdan qanday yetib borish mumkin? Bugun shu mavzular haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Yoz jaziramasidan salqin tog' daralarida yashirinib, ta'tilni qumli sohillarda o'tkazish ajoyib reja. Issiqko'l allaqachon Markaziy Osiyoning asosiy kurortiga aylanib ulgurgan. Ko'l tog' tizimlari orasida havzada joylashgan. Shu sababli plajdagi dam olishni tog' trekkingi bilan birga olib borish mumkin. Ushbu videoda O'zbekistondan Issiqko'lga qanday borish, dam olish uchun qaysi sohilni tanlash, turar joy narxi qancha ekanligini ko'rib chiqamiz. Sayohatga tayyorgarlik ko'rayotganda sohilni tanlab olish muhim. Issiqko'lda shimoliy va janubiy sohillar mavjud. Ular dam olish uslubi, tabiati va xizmat ko'rsatish darajasi bilan bir-biridan sezilarli darajada farqlanadi. Shimoliy sohil rivojlangan infratuzilmani afzal ko'radiganlar uchun mos keladi. Asosan Cho'lpon-Ota, Busteri, Tomchi, Sarioy va Choktal shahar va qishloqlariga borishadi. Bu yerda turli toifadagi sanatoriylar, mehmon uylari va mehmonxonalar ko'p. Sohil bo'yi hamma joyda obodonlashtirilgan va sohilning ko'p joylari sayoz bo'lgani uchun bolalar bilan cho'milishga borish xavfsiz. To'g'ri, bunday qulaylik uchun osudalikdan voz kechishga to'g'ri keladi. Mavsum avjida sohillar odamga to'ladi. Kechalari shovqin bo'ladi. Turar joy narxlari esa odatda yuqoriroq. Janubiy sohil xilvatni qadrlovchilar, ekoturistlar, fotosuratchilar va tabiat ixlosmandlari tanlovidir. Bu yerlar ancha kimsasiz bo'lib, mintaqadagi kanyonlarga yaqin joylashgan. Ijara narxlari esa ancha hamyonbop. Qolaversa, shu yerning o'zida suv bo'yida haqiqiy qirg'iz o'tovida yashash mumkin. Ammo kamchiliklari ham bor. Bu joylarda ko'ngil ochar infratuzilma unchalik rivojlanmagan. Ko'lga tushadigan joylarning aksariyati toshloq yoki shag'ali. Premium darajadagi mehmonxonalar tanlovi esa juda kam. Agar aynan shunday xilvat muhit sizga ma'qul bo'lsa, Hojisoy, Tamg'a, Bokonboyev yoki Barskoon tomon yo'l olgan ma'qul. Toshkentdan Issiqko'lga qanday boriladi? Yoz mavsumida Toshkentdan Issiqko'lga to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'lga qo'yiladi. Parvoz vaqti taxminan 1 soat davom etadi. Chiptalar narxi esa 800 ming so'mdan boshlanadi. Issiqko'lga arzon yetib borishni istasangiz, avtobusni tanlashingiz mumkin. Toshkent Cho'lpon-Ota mavsumiy xalqaro reysi iyundan avgustgacha qatnaydi. Avtobuslar Toshkent avtovokzalidan oyning juft sanalarida soat 3 da jo'naydi, to'q sanalarida esa ortga qaytadi.
Taxminan 20 soat yo'lda bo'lasiz. Chipta narxi esa 350 ming so'm. Chiptani Avtoticket.uz saytidan onlayn xarid qilish mumkin. Qirg'izistonga kelgach, O'zbekiston fuqarolari 5 kun ichida turgan joy bo'yicha vaqtinchalik ro'yxatdan o'tishi shart. 60 kunlik vizasiz rejim amal qilsa-da, dastlabki 5 kun ichida migratsiya ro'yxatidan o'tish qat'iy va majburiy talabdir. Issiqko'lda qayerda yashash mumkin? Sifatli xizmat uchun yirik kurort majmualariga borish kerak. Masalan, mashhur Kapriz dam olish markazida sayyohlik mavsumi avjida 2 kishilik xona bir kechaga taxminan 120-160 dollar bo'ladi. Shahar tashqarisidagi 5 yulduzli Carvan Four Seasons mehmonxonasida standart xonalar narxi bir kecha kunduz uchun 200 dollardan boshlanadi. Bu narxga toza qumli plyaj va nonushta ham kiradi. Pul tejash va mahalliy mehmondo'stlikni his qilish uchun mos keladigan variantlar bu mehmon uylari. Cho'lpon otda yoki Hoji soydagi kichik xususiy mini mehmonxonalar 2 kishi uchun bir kechaga 15-30 dollardan boshlanadi. Kichik alohida to'lov evaziga mezbonlar siz uchun bajonidil uy tushligini ham tayyorlab berishadi. Yovvoyi tabiat va go'zal manzaralarni sevuvchilar ko'lning janubiy sohilidagi ekologik lagerlarga e'tibor qaratishlari lozim. Barcha qulayliklar, mebel va elektr toki bilan jihozlangan zamonaviy glampinglarda yashash bir kecha uchun o'rtacha 40-70 dollardan boshlanadi. Issiqko'lda nimalarni ko'rish mumkin? Grigoryev darasi ko'lning shimoliy sohilida joylashgan. Mahalliy nomi Chon-Aksu. Bu yerda ko'p yillik Tinshan archalari va shovqin tog' daryolari bo'ylab sayr qilish mumkin. Yozda o'tov lagerlari quriladi. Unda milliy taomlardan tatib ko'rish va otda sayr qilish taklif etiladi. Kichi Aksu deb ataladigan Semyonov darasi Grigoryev darasining shundoqqina yonida joylashgan. Bu vodiylar bir-biriga parallel bo'lgani uchun ularni birga borib ko'rish juda ham qulay. Semyonov darasida ulkan go'zal qoyalarni va bepoyon tog' yaylovlarini ko'rish mumkin. Ertak kanyoni ko'lning janubiy sohilidagi fantastik filmlar dekoratsiyasiga o'xshaydigan qum-gil labirintdir. Bu yerdagi yorqin qizil, zarg'aldoq va sariq gil asrlar davomida yemirilgan va yomg'irlarda yuvilgan. Issiqko'lda dam olish uchun necha kun kerak bo'ladi? To'laqonli plyaj hordig'i va 2-3 asosiy ekskursiyaga borish uchun sayohatni 7-10 kunga rejalashtirgan maqsadga muvofiq.
Agar har ikkala sohilni batafsil o'rganib, Qorako'ldagi olis daralarni ko'rishni istasangiz, 12-14 kun ajrating. O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston chegarasini qanday kesib o'tishi mumkin? O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida soddalashtirilgan qoidalar amal qiladi. Voyaga yetgan fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri chegarani ichki ID karta bilan kesib o'tishi mumkin. 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa chet elga chiqish pasporti majburiy sayohat hujjati bo'lib qoladi. Issiqko'l haqidagi bu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilib qolamiz. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.